Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun dam olgani Sanjarbi bilan chiqqandik. Mana hozir zavtrak qilib o'tiribmiz. Videoga olmoqchi emasdim. Mayli bir 5-10 minut bo'lsa ham sizlarni qiziqtirgani, bir zeriktirmagani video qilib qo'ymoqchiman. O'sha Yormazordagi ko'llarimiz yangi ochilgan. Yarim soat bo'ldi kelganimizga. Shu manzarada o'tiribmiz mana. Masa ayağım tagida bitta laqqa yuribdi. Nima laqqalamashlikka bo'lgan. Suv betiga chiqib o'ynayapti. Mana chiqamishni qimirlatyapti. Hozir do'stlar, laqqa ilonbosh yuribdi, o'shanga bitta baqa tutib keldim hozir qarmoqda. Hozir shuni baqani tashlab ko'ramiz. Baqani ilib qo'ydik, suvni betida turibdi. Do'stlar, o'tiribmiz. Laqqa ko'zni kuydiryapti. Suvni betiga chiqib o'ynab kirib ketyapti. Toshni og'ir qilib baqani tirigicha ilib suv tagiga tashlab qo'ydik hozir. Sanjarbek. Shu bola ham qiziqar ekan, tomosha qilib turibdi biz bilan. Sanjarbek sahiy bo'ladi o'zi. Hammaga so'g'u ulashib yuradi. Hozir bitta ukamiz kelib qoldi. O'zing qarmog'ing yo'q-a? Sotib olgan. Yo'q. Hech kim bermagan. Sanjar tog'ing senga. O'sha qarmoqni sovg'a qildi mana, rahmat aytgan. Yaxshi o'chi bo'lgan, bo'ptimi sana? Katta bo'lganingda. YouTube'da telefoning bormi? YouTube'da menga podpiska qilib qo'ygan, xo'pmi? Share fishing deb yozsang chiqadi. Sanjarbek, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat do'stim. Endi kurchogan beraylik, a? Sanjarbek kurchogan berar ekan hozir mana. Bolaga. Kurchogan bormi? Leskamiz bo'lganda leska berardik, leskamiz yo'q ekan. Hammasidan 5tadan qilib bitta leska olib olasan endi, xo'pmi? Bozorga chiqib. Bo'ladi. Sog' bo'ling. Sanjarbek mana o'g'li boshlagan. Bu tomonlarda do'stlar lichinka baliqlar tashlangan. Bitta
ikkita, uchta, to'rtta, beshta ko'lda lichinka. Bugun hech qaysi ko'lda baliq yurmayapti ekan. Eshitishimiz bo'yicha xabar berishyapti. Qandaydir havo ham bugun ayniq davleniya bor shekilli, qandaydir bosim bo'lyapti baliqlarga. Umuman tortmayapti ham, baliq chiqmayapti ham. Kechki o'ga keladi yo'llarga. Hozir 5:30dan baliq kelyapti, to'kishar ekan. Keyin kech payt Nachovkaga keladi yo'llarga to'kishar ekan bugun. Bugun 1-may 2025-yil. Men to'g'risi suvni betiga chiqib oldi Sanjarbek. Yuribdi. To'g'risi kelmoqchi basidan. Sanjarbek yuring bir dam olamiz dedi, keldim, lekin Sanjarbekni gruppamizdagilar balg'iz qo'yishmaydi, kelsa kerak. Qanaqa baliq ekan o'sha? Qarang. Xullas bugunga bo'ladi do'stlar.